Shu payt muhojirlar Madinaga ketayotib, Bani Muzayna qabilasidan o'tayotgan edilar. Qayerga ketyapsizlar, janob? Nega Makkadan chiqib ketib qaytib kelmadinglar? Rasulullohning oldilariga ketyapmiz. Rasululloh odamlarga elchi yuboradigan iloh bormi? Ha o'g'lim. U Alloh azza va jalla, koinotning yaratuvchisi, yer va tog'larni va osmon va dengizlarni yaratgan zotdir. Bizni unga yaqinlashtiradigan but sanamlari bormi uning? Yo'q, u yakka-yu yagona, hech narsaga muhtoj bo'lmagan, hojatbaror zot Allohdir. U tug'magan va tug'ilmagan, uning hech qanday o'xshashi yo'qdir. Alloh Abdullohning qalbini islom uchun ochib qo'ydi. U amakisini yaxshi ko'rar edi. Amakisi unga mehribon va muloyim edi. Abdulloh amakisining qalbi islomga moyil bo'lib, Rasulullohga ergashar degan umidda iymonini 3 yil berkitib yurdi.